To'xtang. Bosh. Acha degan so'z adabiy shevada yo'q. Boshqacha degan so'zni ko'rib turibsiz-a? Mana shu boshqacha degan so'zdagi harflardan aralashtirib, o'zimiz kundalik hayotda foydalanadigan 5 ta so'z chiqarib bersangiz 1 minut davomida sizga boshqacha reklama markazi tomonidan sovg'amiz bor. Tayyormisiz? Tayyorman desangiz ketdi. Ketdi. Tayyorman. Bosh, 1 osh, 2 Chaqa desa bo'ladi. Hop, bir. Hop, buni orqasidan osh desa bo'ladi. Ikki. Ikkinchisi Acha, acha. osh, To'xtang. bosh. Acha degan so'z adabiy shevada yo'q. Bizda vohada bor chunki. Bo'ldi, hop, hisobga olamiz. 2 ta topdilar, hop. Ashadagi harflarni o'zidan foydalansangiz. qachon? Yo. Bo'lmaydi. boq desa bo'ladi. Masalan, qara boq. Boq, hop, 3 ta. Qoch desa bo'ladi. Qoch, 4 ta. Xo'p, to'rtinchisi. Hozir aqcha. Aqcha Aqcha. menimcha pul bor narsa. Juda chiroyli, hop, aqcha. Soch, soch ham bo'lmaydi. Soch Yo'q, bir. she harfiga yuradi. Xo'p. Boshqa yana. Qachon bo'lmaydi? Yo'q. Bugun ham bo'lmaydi. Yo'q. Faqat shu yerdagi harflarni o'zidan aralashtirasiz. Qarang. Zo'r chiqadi. Ikkita so'z topib bo'ldingiz mana. Boshqasini topolmadim, to'g'risi. Jigarim, ishtirok uchun katta rahmat, salomat bo'ling. 5 sekund. Shosh desa bo'ladi. Shosh desa bo'ladi. Shosh. Yo'q, shosh bo'lish uchun ikkita she bo'lish kerak edi. Ikkita she bo'lish kerak. Vaqtlar tugadi. O'zi boshlanishdan topsangiz bo'ladi. Boq so'zichi. Boq, hop. Bo'ldi 5 ta menimcha. Osh, bosh, acha, boq. Aqcha 5 ta bo'ldi-da. 5 ta bo'ldi. Opamizga katta rahmat. Sovg'amizni taqdim etamiz. Yutdilar. Boshqacha reklama markazining brendi urilgan ajoyib kamzulni taqdim etamiz. Issiqini. Siz bu so'zdan nechta va qaysi so'zlarni chiqara oldingiz? Kommentariyaga yozib keting.